So'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jismonan barkamol, sog'lom yoshlarni tarbiyalash yo'lida ko'plab ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlash lozim. Mazkur yo'nalishdagi sa'y-harakatlar ayniqsa O'zbekistonda bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi tashkil topgach, yanada keng quloch yozdi. O'tgan yillar davomida viloyatda jamg'arma hisobidan umumiy qiymati 18 milliard so'mlik 98 ta sport inshootlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Shuningdek, mazkur sport inshootlarining sport bazalarini mustahkamlash maqsadida salkam 2 milliard so'mlik sport anjomlari hamda sport kiyim-kechaklari keltirildi. Viloyatda bolalar sportini rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan sa'y-harakatlar 2010 barkamol avlod yilida ham davom ettirildi. Joriy yilda 3 ta zamonaviy sport maskanlari, 5 ta sport maydonlari qurib foydalanishga topshirilgan bo'lsa, 10 dan ziyod inshootlarda keng ko'lamdagi qurilish, ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi. Barkamol avlod yili davlat dasturi asosida bunyod etilgan mazkur sport maktablari hamda sport zallarida bugunning o'zida yuzlab o'g'il-qizlarni uchratish mumkin. Marg'ilon shahridagi 3-bolalar va o'smirlar sport maktabi allaqachonlar Ko'hna kentda istiqomat qiluvchi bolalarning sevimli maskaniga aylanib ulgurgan. Mazkur sport maktabida ham bunyodkorlik ishlari olib borildi. Natijada bu yerdagi maydon va zallar soni 6 taga yetdi. Sportsevar yoshlar uchun zamon talablari darajasidagi sharoitlar yaratildi. Hozirgi kunda sport maktabiga qatnayotgan 600 nafarga yaqin o'g'il-qizlar 21 nafar tajribali murabbiy qo'l ostida 7 ta sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelishmoqda. Bugun 2010-yilda oxirrog'iga kelib, sarhisob qilish fursati yetdi deb o'ylayman. Sarhisob qiladigan bo'lsak, bizning maktabimizda nimalar o'zgardi? Masalan, ilgari 20 ta to'garak bo'ladigan bo'lsa, bu yilga kelib 40 ta to'garakda hozir 472 nafar yoshlarimiz jismoniy tarbiyani voleybol, basketbol, futbol, shaxmat, shashka, tennis, trenajyor xonalarida o'zlarini sog'liqlarini yaxshilash borasida bevosita ana shu sportga alohida ahamiyat berib o'rganib kelishyapti. Tarixdagi Jaloliddin Manguberdi, Alpomish, Barchinoylar bular tarixda emas. Bugun ular bizning farzandlarimiz sifatida kamolga yetishyapti. Alpomish va Jaloliddin Manguberdilar bugun mana shu o'quvchilarimiz orasidan yetishib chiqishiga ishonchim komil. Abdumalik Iskandarov sport maktabining eng yosh murabbiylaridan biri. Institutni muvaffaqiyatli tamomlagan Abdumalik qachonlardir o'zi shug'ullangan hamda Umid nihollari sport musobaqalari chempioniga aylanishiga sababchi bo'lgan sport maktabi bag'riga murabbiy sifatida qaytgan. U endilikda Ne'matjon Azizov, Oktyabr Qodirov singari ustozlari bilan birgalikda bolalarga sport sirlarini o'rgatmoqda. Tajribali murabbiylarning qiziqarli mashg'ulotlari o'quvchilarning voleybol, futbol, stol tennisi, shaxmat, shashka, og'ir atletika kabi sport turlariga qiziqishlarini orttirmoqda. Men sportga yoshligimdan juda qiziqqanligim uchun 2005-yili Marg'ilondagi 3-sport maktabiga qabul qilindim va shu yildan boshlab men sportning voleybol to'garagi turi bilan muntazam shug'ullana boshladim. Bizni shu voleybol bilan shug'ullanishimizga keng sharoitlar yaratib berilgan. Bizga tajribali murabbiylar o'zlarining qo'llaridan kelgancha saboq berishmoqda. Men tengdoshlarimga shuni maslahat beramanki, bu sport turi bilan shug'ullanishlarini xohlardim. Tabiiyki, har bir ota-ona o'z farzandini jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishini xohlaydi. Shu maqsadda ko'pchilik o'g'il-qizlarini sport to'garaklariga yetaklab keladi. Va albatta, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanayotgan farzandlari sog'lig'idagi o'zgarishlarni ko'rgan ota-onalarning quvonchi ham cheksiz bo'ladi. Men ham shu farzandlarimiz sog'lom, barkamol avlod bo'lishi uchun shu sport maktabiga o'g'lim va hamda qiz farzandlarimni berganman. Shu maktabda sport to'garaklari hamma sharoitlar yaratilgan. Kelajakda sog'lom bo'lib yetishi uchun harakat qilib, shu sport to'garaklarida ishtirok etishadi. Qizim va o'g'lim yoshliklarda juda ko'p kasal bo'lishardi, lekin hozir mana shu sport to'garaklarida ishtirok etishgandan keyin ancha o'zgarishlar ro'y berdi. Ular sog'lom, yaxshi rivojlanishyapti, yaxshi o'sishyapti. Ota-onalarga albatta har bir ota-onani niyati bo'lganidek, meni shu maslahatim borki, har bir ota-ona o'zini farzandini yaxshi rivojlanishi, sog'lom o'sishi uchun shunday sport maktablariga va sport to'garaklarida ishtirok etishini, vaqt ajratishlarini xohlar edim. Eng e'tiborlisi, har bir yosh sportchining sog'lig'i tibbiyot xodimlarining doimiy nazorati ostidadir. Farg'ona viloyati sport maktablarida tashkil qilinayotgan tibbiy ko'riklar orqali bolalarning u yoki bu sport turiga qiziqishlari hamda jismoniy mashqlarni qay darajada ko'tarishlari aniqlab olinmoqda.
Davlat dasturiga asosan tibbiyot xodimlariga juda katta mas'uliyat yuklatilgan. Mana shu ishlarni bajarishda biz yoshlarni, o'quvchilarni profilaktika ishlari, tibbiy ko'riklar hamda sog'lomlashish ishlarini olib borish yuklatilgan. Doimiy ravishda biz yoshlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularni aniqlangan kasalliklarni kerakli tibbiyot muassasalariga jo'natib sog'lomlashtiryapmiz. Bundan tashqari yana shu o'quvchilar bilan birgalikda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha suhbatlar, ma'ruzalar, savol-javob kechalari o'tkazib, shu davlatimizning dasturini amalga oshirishga o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Quvonarlisi bugun mamlakatimizda jismonan baquvvat, barkamol avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi sa'y-harakatlar natijasini eng olis qishloqlarda ham ko'rishimiz mumkin. Hozir Farg'onaning har bir qishlog'ida sharoitlari shahardagidan qolishmaydigan sport maskanlari barpo etilgan. Ularda esa o'g'il bolalar qatorida qizlar ham jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishayotgani kishini xursand qiladi. Bularning barchasi yosh avlodning sog'lom voyaga yetishi ta'minlanayotganligidan hamda yurtimiz sportining poydevori mustahkam ekanligidan dalolat berib turibdi.